Assalomu alaykum meni jajji do'stlarim. Bugungi yangi ertagimiz Qaysar o'rmon podshosi deb nomlanadi. Yoz edi. O'rmonda harorat juda ham issiq bo'ldi. O'rmondagi jami hayvonlar cho'milish uchun ko'lga ketishdi. Faqatgina sher ular bilan birga bormadi. Lekin u o'yi oldida qichqira boshladi. Havo, havo, havoni xohlayman. Sherning ovozi juda achinarli va bezovta edi. Suvda cho'milayotgan har bir hayvon quloqlarini barmoqlari bilan berkitib to'xtab qoldi va o'zaro savol qilishdi. Qanday qilib sherni ovozini to'xtatamiz? Fil aytdi. Hozir boraman-u uni yelpib baqirishdan to'xtataman. Fil sher oldiga kelib, quloqlarini yelpig'ich qilib uni yelpiy boshladi. Sher baqirishdan to'xtadi, lekin fil holdan toyib charchadi va quloqlari bilan yelpiy olmay qoldi. Sher yana baqirishni boshladi. Havo, havo, havoni xohlayman. Sherning ovozi juda achinarli va bezovta edi. Suvda cho'milayotgan har bir hayvon quloqlarini barmoqlari bilan berkitib to'xtab qolishdi. Hammasi o'zaro savol qilishib, endi nima qilamiz deb so'rashdi. Tovus aytdi. Men tezda borib, dumim bilan uni baqirishdan to'xtamaguncha yelpiyman. Sherning yoniga kelib, uni rang-barang dumlari bilan yelpiy boshladi. Shunda sher baqirishdan to'xtadi. Oxirida tovus charchadi. Sher yana baqirishni boshladi. Havo, havo, havoni xohlayman. Nogahon sherni ovozini g'ichirlab sayraydigan qush eshitib qoldi va tezlikda qanotlari bilan uni yelpiy boshladi. Biroq sher sayroqi qushga baqirib ketdi. O'chir ovozingni, g'ichirlab meni bezovta qilayapsan, deya o'zi yana baqira ketdi. Havo, havo, havoni xohlayman. Hayvonlar nima qilishni bilmay qolishdi. Sherning ovozi achinarli va bezovta edi. Hammasi uni yelpishdan charchab